Rossiyada ish bor. O'zbekistondan borib ishlasa bo'ladigan, даже patentigacha qilib beradigan ish toping Zuhurdan deganlar uchun mana talab va takliflarga binoan men sizlarga shunaqa ishni topib qo'ydim. Oyligi ham $1000 dan $2000 bemalol ishlab topsa bo'ladi. Jigarlar shunaqa yangilik uchun, mana shunaqa O'zbekiston, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelsa bo'ladigan ishlarni chiqarganim uchun ham videoga bitta like bosib qo'ying, jalka qilmang jigar. Videoni maksimal Telegram, WhatsApp gruppalarga tarqatib qo'ying. Qancha odamlar qo'lida hunari turib ish topolmay qiynalyapti. Shu videomizni ko'proq like bosib, ko'proq komment yozib, ko'proq tarqatib qo'ysalar, shunaqa insonlarga yetib boradi. Mana imkoniyat jigarlar. Qaydagi bema'qul narsalarga like bosavermasdan, ularni rekka chiqarmasdan shunaqa beminnat mehnat uchun like bosinglar jigarlar. Demak, biz boshladik. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aziz vatandoshlarimiz, agar sizga ishonchli deport zapret tekshirish, трудовой договор, uy dimlini, SNILS, NN, registratsiya, qanday dokument hujjatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli inson qidirib yuribsizlarmi? Mana men sizlarga u insonni tavsiya qilaman. 10 yil ish stajiga ega, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi ishonch. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida ishni zo'rin topib qo'yganmiz. Bu ishimiz bo'lib hamki, yangi stroykadan, ya'niki g'ish uradigan akalarimizga yana yangi imkoniyatlarni ochib beramiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston yoki Rossiyaning любой hududidan kelsangiz bo'ladi. Qo'lingizga dokumentlargacha olib berishadi. Rossiyadagilarning dokumentini perevod qilib berishadi. Xullas, ish selekat g'ish urish, blok g'ish urish, pena blok, xullas shunaqa g'ish urish ishlarini amalga oshirish kerak. Jigarlar, kimda shunaqa g'ish urish qobiliyatiga ega o'zini brigadasi bo'ladigan bo'lsa, kelinglar mana brigada bilan ishlaysizlar, ish topishtirasizlar, soqqani oladigan joyi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelsa bo'ladimi? Albatta, kelasiz. Qo'lingizga dokument, yotoq joy, pitaniya hamma narsa bilan ta'minlaydi. Siz ishingizni topshirib bersangiz bo'ldi, jigarlar. Mana sizlarga imkoniyat. Kimning qo'lida hunari bor, shu g'ish urishni, blok g'ish, selekat urish, cho'rnak kladka shunaqa g'ish urishni biladigan bo'lsa, 3-4 ta sheriklari bo'ladigan bo'lsa, iltimos mana nomerlar WhatsApp orqali aloqaga chiqinglar, bog'laninglar biz bilan. Tez orada O'zbekistondan ham ketamiz va shu birgalikda ketish imkoniyati ham ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun ekrandagi nomerlarga hoziroq aloqaga chiqing, WhatsApp orqali bog'laning. Qo'lingizda hunaringiz bor, 3-4 ta odamingiz bor, brigada tayyormi? Bo'ldi, ketdik. Inshaalloh xudo xolasa, ob'yom ko'p. Har doim qishin yozin sezonviy ish emas, har doim bor ish. Oyligi 200% garantiya ruskiy firma jigarlar. Mana shunaqa ishonchli ish har doim ham chiqavermaydi. Albatta, kimga shunaqa ishimiz kerak bo'lgan bo'lsa, nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar va mana shunaqa ish qidirib yurgan jigarlarga yuborib qo'yinglar. Ko'pchilik hozir O'zbekistonda turib, issiq paytda ish topolmay qiynalyapti. Mana sizlarga imkoniyat. Yo'lkiraga pul toping, bo'ldi, borasiz. Qolgan hamma narsani kompaniyada qilib beradi, keyin oylikdan sekin surishib ketilaveradi jigarlar. Hammamiz o'zbekmiz. O'zbekni padishchi qilmasa, kim padishchi qiladi? To'g'rimi jigarlar? Like bosinglar, komment yozinglar, videoni musofirda va O'zbekistonda ish qidirib yurgan jigarlarga yuborib qo'yinglar. Srochno.